Devam ettiramiz. Bizda keyingi ishtirokchi Bob Kobilov. Olqishinglar. Mayli kech o'zlaringizga birinchi qarsak jo'b qo'yinglar, ajoyibsizlar. Da, super. Tak, mani ismim Bob, ayolim erkalab, mana men pulni to'layvering deydi. Da, LinkedIn ishlatayotganlar bormi? LinkedIn ilovasini ishlatayotganlar da. Da, men LinkedIn ishlatishni boshladim. U yerda lentada ko'rsalaringiz, hamma aytishniklar. Hammasi aytish, успешный успех terminini eshitganmisizlar? Hamma omadlilar. Успешный успех. O'zbekchasi nima edi buni? Men sizlarni ko'ra olmayman. Da, keyin qaraysizlar lentada. Men kecha 18 yoshimda mashina oldim. Men esa uy oldim. Men onamni umraga sovg'a qildim. Yoz hammasi kreditga deb хотя бы izohda. Da, men ijodkor odamman. Ijodkor odamga o'ta qiyin LinkedInda ish topish. Men ChatGPT'ni so'radim. Qanaqa qilib men ijod bilan pul topsam bo'ladi deb. U aytdi, blog yurit dedi, hazil yoz dedi, yoki TikTok chir dedi. Men aqlli odamman, men сразу 3-sidan boshladim. Men Yevropada davlat boshqaruvi fakultetini bitirganman. Izohda rektorim yozayapti. Bobur молодец, iltimos men kontaktlaringni o'chirib tasha deb. Izohda qaynonam yozayaptilar. Bobur o'g'lim молодец. Bu поддержкам sarkazm men bilmayman. Men Yevropada 200 ta odamni boshqarganman. 200 ta odamni boshqarganman. Bittasi izohda yozibdi. Bobur aka, men sizdan maslahat olmoqchiyim, yaxshi ham olmayman deb. 5 ta chet el tilida bemalol gapiraman. Da, ingliz tilim Ronaldo уровенida. Zato kimni уровенida ya? Menda bitta katta muammo bor, Men chet elda chet ellikka o'xshatishadi. O'zbekistonda ham chet ellikka o'xshatishadi. Hammasi aeroportdan boshlanadi, absolutno aeroportdan boshlanadi. Сразу tushganimizdan keladi. Hey, hello my brother, 200 so'm and home. Aytdimki ingliz tilim yaxshi emas deb. Bu g'alati bo'lar ekan, o'zbekda allasa deb o'yladim birinchi. Keyin men ham сразу kirishni boshladim. Men aytdim, u bilan gaplashishni boshladim. Okay, let's go dedim. Where are you live bro dedi. Where are you live bro? Come on dedi. 200 dedi. O'tirdik mashinaga, bagajlarni joylashtirdi. Men voditellar orqasida o'tirdim, shofyorlar orqasidan. Where are you live bro dedi. Men aytdim, Navoiy viloyatidanman dedim. Ketdik 200 mingga 700 kilometrga dedim. Uzoq oynadan qaradi-da, men orqada ko'ryapti-da. Men unga qarab turibman. U menga qarayapti. I am from India. I don't speak Uzbek language dedi. Nima dedim? Language dedi. Keyin jim ketdik. Birinchi marta men taksida O'zbekistonda jim ketdim. Keyin tushayotdik. Rahmat dedi. Men aytdim, nima dedim? Rahmat dedi. Men de rahmat deyishim kerak dedim. Rahmat dedim. U yana rahmat dedi. Yana rahmat dedim. Men aytdim, Chandragupta sohib. Hamma rahmatlaringizni ishlatavermang. Men shu tasavvur qildim, buni ko'chada, talpon ichida qo'yib ketsam, uryaptilar. Rahmat pod muzikada. Men hayotimda umuman agressiv hind ko'rmaganman. Sizlar ko'rganmisizlar agressiv hindni? Hech qachon ko'rmaganman. Sababi hech qachon hindni boshiga ura olmaysizlar. Stoykada turibsizlar-da, bunday beryapsizlar, hind bomba qilib turadi. U mashina oldiga qo'ysalar dedi. Uni urishni bitta yo'li bor. Bunday qilib turgan payt, bunday qilinglar, puq ko'tariladi. Bunday ketmaydi. Da. O'zbekistonga kelib bir narsani bildim, bizda odamlar o'ta negativ fikrlar ekan. Ertalab 5 ta o'chyapman o'ynani, shuni ertalab 5 ta shuni o'ynani o'chyapman, havo toza, sarkazm.
Da. Bittasi mashinada yurib ketyapti. Sandanam, bandanam, bundanam, bundanam. Tasavvur qilyapsam, ittirab miya. Davay bir nimani kashf qilamiz debdi u. Sandanam, bandanam, bundanam. Просто solishtirib olaman. Barselonada soat 5 da yurgandim, ertalab yurgandim. Kampirlar ittiribdan fiziratga shug'ullanyapti. Ha, hu, ha. Bittasi kelyapti yonimga. Ha, hu. Mo'ma jag'iz chiqib qoldi. Zato qaranglar, qanday pozitiv, ha? Ajoyib. Men keyin yevropeylardan pozitiv fikrlashni o'rganganman. Pozitiv fikrlashni o'rganganman. Bu har safar ham yaxshilikka olib kelmas ekan. Men shuni tushundim. Biza tandir shou qo'yamiz. Kimdir ko'rgan, eshitganlar bormi? Tandir shouda qarsak jeb qo'yinglar bo'lsa. Konsepsiyasini qisqa tushuntiraman. Ko'z yumilgan holda qiz va yigitni biz Feruz bilan tanishtiramiz. Men bildimki, o'zbek tili bilan juda bo'ymas ekan. Shunda boshladi. Men so'rayapman, qizdan so'rayapman. Oilada necha kishilar debman. Ular aytibdi, "Men oyim" debdi. Ajoyib. Dadangizga nima bo'lgan deb so'rayapman. O'tib vafot etganlar debdi. Men aytibman, ajoyib. Buni men просто videoda ko'ryapman-da. Keyin qachon deb so'rabman. Men xayolimda videoni ko'rib turganimda xuddi Interstellar kabi aytma. Qiz aytibdi, yaqinda 2 oy bo'ldi debdi. Keyin men jim turibman. Men aytdim, "Молодец, Bobur, yaxshi javob bermabsan" debman. Lekin 5 sekunddan keyin ofarin. Menda hammasi sizlar ajoyib auditoriyasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.